Agar immunitetingizni ko'tarishni xohlasangiz, yo'tallarni keltirib chiqaradigan har xil viruslar, infeksiyalarni yo'qotishni xohlasangiz, bu antibiotik, bu video siz uchun. Bu aralashmani atigi bir qoshig'i immunitetingizni 200% ko'tarishga va shamollashlardan qutulishga yordam beradi. Eng avvalo qizil piyozni maydalab to'g'raysiz. U kvarsitin moddasi bor, o'z ichiga oladi. Bu modda gripp, yo'tal, allergiyaga qarshi tabiiy kurashadi. 4 dona chesnok olasiz, uni yaxshilab to'g'raysiz, maydalab, uni tarkibidagi alitsin modda ajrab chiqadi. U kuchli mikrobga, virusga qarshi xususiyatlarga ega bo'ladi. Bu tayyorlangan narsalarni qopqoqli bitta shisha idishga olasiz, solasiz, ustidan taxminan 12 qoshiq toza asal solasizda qopqog'ini yopasiz. Asal nafas yo'llaridagi yallig'lanishni sezilarli darajada kamaytiradi. Bu aralashmani 8-10 daqiqa o'z holida ushlab turasiz, qopqog'ini yopib qo'yib, keyin uni qopqog'ini ochasizda, uni qoshiq bilan yaxshilab bir necha daqiqa aralashtirib turasiz. Hamma moddalar, ingrediyentlar o'z xususiyatlarini ochadi, bir-biri bilan chiqishadi, kirishadi. Aralashtirib bo'lganingizdan keyin bir necha daqiqa uni yana qopqog'ini qayta yopib, bir kun qorong'i joyga dam olishga qo'yib qo'yasiz. Bu tayyor bo'lgan antibiotikimizni kattalar uchun 1 osh qoshiq, kichkinalar uchun 1 choy qoshiq uxlashdan oldin ichish tavsiya qilinadi. Bu aralashma antibiotikimizni atigi bir marta iste'mol qilganingizdan keyin ancha o'zingizni yengil his qilasiz. Buni muzlatgichda 7 kungacha saqlash tavsiya qilinadi. Agar bu videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta layklaringni bosib tarqatib qo'yasizlar, kommentariyaga ham fikrlaringni yozib qo'ysalaring bo'ladi.